donishmandlar yaxshi nom qoldirishni alohida bir umr deganlar. Assalomu alaykum azizlar. Ona zaminimiz charxpalak misol bir maromda aylanib, kunlar tunlar bilan almashib, siz bilan yana diydor ko'rish turibmiz. Maqsadimiz asrlar o'sha avlodlardan avlodlarga o'tib kelayotgan durdonalar, ularning qadr-qimmati, nafosati, go'zalligi haqida sizlarni qisman bo'lsa-da xabardor etish. Bugungi ko'rsatuvimizda qariyb 6 asrdan buyon har birimizning xonadonlarimizda g'azallari hamon yangrab turgan, tilimizni she'riyat osmoniga ko'targan ulug' zot, u kishining zamondoshlari, shogirdlari haqida hikoya qilishga harakat qilamiz. To qiyomatgacha va qiyomatda ham ular Alisher Navoiy hazratlarining yaxshi ishlari va yoqimli fe'llarining fikri zamon sahifalarida, kecha va kunduz varaqlarida mangu qolur. Xondamir. Mavlono Xondamir. Bizning dard va qayg'ularimizni necha asrlar keyingi nasllarga eltuvchi tabarruk sahifalarga raqam qilingkim, Mo'min Mirzoning o'limi Temuriylar xonadonining inqirozidan nishonadir. O'z qo'li bilan o'z nabirasini o'ldirgan, kecha-yu kunduz kayf safodan bosh ko'tarmagan, to'yda ham, adada ham to'xtovsiz ishadigan Husayn Boyqarov saltanatimizda halokatni saqlashga qodir emas. Alisher, siz yana kayf safodan so'z ochdingiz. Ayting, bu dunyo lazzatlaridan voz kechib, o'zingiz nima o'ttirdingiz? Men ikki buyuk daryo bo'yidagi xalqimni yaqqalam qildim. Tilimizni tahqir va haqorat botqog'idan she'riyat osmoniga ko'tardim. Shubhasiz, mening u ulug'lik osmoni quyoshini maqtashdan o'zga hunarim bo'lmaganidan ko'nglimdagilarni yozishga kirishdim va bu parchalarim bir muqaddima, 10 maqsad va bir xotima bilan tartibga solib Makarimul axloq deb atadim. Dil, fikr va qalam musaffo bo'lgach, hammasi so'z boshida sirdosh bo'ldi. Mazkur asar Navoiyning hayoti, faoliyati, ijodiy merosi xususida eng mukammal ma'lumot beradigan bebaho manbalardandir. Risolada Xondamir Navoiyning tarjimai holi, u yaratgan bog'uroqlar, qazdirgan hovuz, ariqlar, davlat arbobi sifatida olib borgan ishlari, o'z mablag'i va podshohlik hisobidan qurdirgan ravoq, tabobatxona, xonaqoh, madrasa yu boshqa jamoat binolari, olim fuqarolarga, yosh adiblar, talantlarga munosabati, g'amxo'rligi haqida batafsil fikr yuritadi. Jumladan yuksak iste'dod sohibi bo'lgan musavvir Kamoliddin Bekzodning talantiga ham Navoiy jiddiy e'tibor bilan qaragan va uning ijodi uchun barcha sharoitlarni yaratib bergandi. Bir kuni mashhur Mirak naqqosh o'z shogirdi Kamoliddin Bekzodni Navoiy huzuriga olib keladi. Navoiy ularni o'z xonasiga olib kirdi. Mirak naqqosh eskigina juzdonini ochib, shogirdining ayrim maxsus qog'ozlarga solingan rasmlarini shoirga bir-bir taqdim eta boshladi. Navoiy birinchi varaqni qo'liga olib, bir lahza diqqat bilan tikildi-da, Mirak naqqoshga ma'nodor qarab qo'ydi. Ko'zlarini suzib yana tikildi. Ko'zlarini uzoq vaqt uzmadi. Mirak naqqoshning ta'rificha, qo'li oltin bolaning chizgani jivir-jivir gullar, barglar, chiziqlar nozikligi, jonliligi, bemisl she'riyati bilan go'yo uning ko'zlarini, ruhini sehrlagan edi. Bo'yoqlarning nafis ohangi, tong chog'i toza zangori uflarga taram-taram yugurgan nurlardagi kabi benihoyat nozik to'lanar edi. Navoiy orom va hayajon bilan chuqur nafas oldi. Ikkinchi rasmni ko'rdi. Ayni ruh, lekin yana boyroq, yana nafisroq. Nihoyat shoir ko'zlarida yongan quvonch bilan yosh rassomni tabrikladi.
Bu ko'hna jahon, dedi u shavq bilan, sizningdek san'atkorni hanuz ko'rmagan edi. Qalamingizning husni har qanday ta'rifdan benihoyat balanddir. Bu kamolotni yana oydinlashtirmoq yo'lida samimiy harakat qilingiz. Kamoliddin Bekzodning yuzi allaqanday yorug'lanib ketdi. Ta'lim olmoqdan hech vaqt yuz o'girmangiz, dedi Navoiy. Siz sevib o'qiydigan kitobning nomi va uni muallifi kim? Men albatta Alisher Navoiy g'azallarini, Alisher Navoiy asarlarini juda sevib o'qiyman. Undan tashqari Bobur, Huvaydo, umuman mumtoz adabiyotimiz, mumtoz she'riyatimiz meni nihoyat darajada qiziqtiradi. Biror narsadan xursand bo'lsam ham shu shoirlarning asarlarini o'qiyman. Biror narsadan xafa bo'lsam ham mana shularni o'qiyman. Bir olam ham tasalli, ham qandaydir kuch, g'ayrat o'qaman shu kitoblardan. Zakovatli shoirlarimiz inson ruhiyatidagi barcha o'zgarishlarni, jilolarni bera bilishgan. Undan tashqari ular xalqning dilidagi, insonning dilidagi gaplarni ilgariroq payqab olishib, ilgariroq aytishga juda chiroyli qilib, badiiy san'atlar orqali, badiiy vositalar orqali, badiiy tafakkur orqali yetkazishga harakat qilishgan. Shuning uchun ham ularni oddiy, sodda yozgan she'rlari ham nihoyat darajada ta'sirli va undan albatta har bir o'quvchi o'ziga yarasha saboq va estetik zavq ola biladi deb o'ylayman. Masalan, men juda ham yaxshi ko'raman, Alisher Navoiyning bir ruboiysi bor. Navoiy 300 dan ziyod ruboiylar yozgan, yana bir asari butun ruboiylardan iborat. Mana shu ruboiylar orasida bir ruboiysi borki, unda Alisher Navoiy o'zini butun avlodlarga, butun asrlarga zamondosh bir shoir bo'la olishligini shunday yaqqol ko'rsatib qo'ygan. U aytadi: "To hirsi havas xirmani barbod o'lmas, to nafsi havo qasri baraftod o'lmas, to zulmi sitam joniga bedod o'lmas, el shod o'lmas, mamlakat obod o'lmas" deydi. Mana shu hirs, nafs balosi, havas, mana shular agar oradan ko'tarilmas ekan, zulm agar oradan ko'tarilmas ekan, barham topmas ekan, el shod bo'lmaydi, mamlakat obod bo'lmaydi deydi. Mana ko'rib turibsizki, mana shu so'zlarni zimnida ham olam ma'no bor va bu so'zlar orqali haligi Navoiy o'zini aytganimdek hamma asrlarga, hamma avlodlarga zamonda shoir ekanligini ko'rsata bilgan. Tarixchi olim Mavlono Xondamir o'zining Makarimul Axloq kitobida shunday yozadi: she'rning bir qancha turi bor. Qasida, g'azal, qit'a, ruboiy, masnaviy. Oliy Hazratning mahorati yuqorida bayon etilgan turlarining hammasida shunday darajada ediki, agar ilgari o'tmish shoirlar uning muborak zamonida bo'lsalar edi, so'zlash daftarini yig'ishtirib qo'yib, dunyo tasviridan uning fazilat uyining ostonasiga qarab yugurar edilar.